Grip bo'pmanmi, yomon yozaveradi dedi-yu. Yaxshimisiz aka? Tanidingizmi meni? Ha, sizni tanimayman men. Qayerdan tanimaysizmi meni? Tanidim. Tanidingizmi? Hay, malades. Yaxshimisiz aka? Charchamasdan yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilarim. Malibu 2 Cobalt 3 ta Spark o'yinida Samarqandga Diyor akamizga. Aka, siz Diyor akamni kimi bo'lasiz? Ishonib berib yuborsak bo'ladimi mashinani? Kimisiz? Ayting. Obunachilarimiz ko'rsin. Qaynisiz? Samarqandni qayerdan kelyapsiz? Diyor akamning adreslari qayerda? Shuni bitta ham obunachilarimiz ko'rishadi, bilishadi, aytib o'tsangiz chiroyli. Samarqand tuman Dinov mahallasidan. Samarqand tumanidan Dinov mahallasidan. Nechinchi uy? 177 mi? 177-uyga bugun tashkilga o'tirasiz. Agar qo'shni, qarindosh to'galar ko'rayotgan bo'lsa, Diyor akamni taniydiganlar bo'lsa, mana Cobalt avtomobillarini yutib olishdi. Aka, mashinani ko'rdingiz. Mashina qanday ekan? Kimning nomiga rasmiylashtirildi? Kanay siz nomingizga bo'ldimi? Diyorni. Ha, bo'ldi. Gap yo'q aka. Bo'ladi. Shartnomani nima qilib berdik? Obunachilar nomiga Diyor akamiz. O'zlari Moskvaga ketdi, kecha ketdimi? Kechadan oldinmi? Kecha ketdi Moskvaga. Akamiz o'zi kelgan ekanlar, ishlari bor. Shoshilib ketdilarmi bilmayman. Keldilar-da, mashinani ko'rib, uydagilar olib ketishadi. Men Moskvaga uchmasam bo'lmaydi deb yana ketdilar. Borib o'ylardi o'ynimiz deb. Diyor aka ko'rayotgan bo'lsangiz, mashina muborak bo'lsin. To'ylarga mining, bundan ham yaxshilarni minish nasib qilsa ilohim. Diyor akamiz bilan ancha o'tirib suhbatlashdik, yaxshi inson ekanlar, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa, Cobalt'lardagi bo'ldi. Rahmat. Mashina kimga endi? Kim haydab turadi Diyor akam kelguncha? Menga hayda olasiz mashinani? Ha, malades, gap yo'q. Provyez bormi? Ha, bo'ldi, bugun ham o'zi haydab ketaverar ekansiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu bo'lmasam, kalitni men kenamga topshiraman. Kalit qani? Kalit o'ziga-ku. O'zigami kalitni bering. Men kenamga topshiraman kalitni bo'lmasam. Beraveraymi akamga? Ha, bo'ldi. Gap yo'q. Obunachilar mashinaning nomini bo'lmasa endi nima deydi? Biz videolarda kalit topshirib o'rganib ketganmiz, o'shaning uchun bizlar qo'limizda kalit bilan gapirmasak bo'lmaydi. Tabriklaymiz aka. To'ylarga, yaxshi kunlarga mininglar. Obunachilarimizga tilak, niyat, istaklar bo'lsa, bildirib qolsangiz bo'ladi aka. Rahmat, nima deyman, hammalari o'ynasin. Shunaqa yaxshi mashinalar yutib. Bizlar tanishmizmagan aka, meni hozir ko'rib ham tanimadi ekan. Ko'pchilik aytib qoladi aka. Sen tanishingga mashina chiqarib berasan, sen unga chiqarib berasan deb endi bitta ikkitasi bor bu. Guruch ichida chiqadi-yu. Hozir ekan meni ko'rib ham tanimayapti. Bor-ku, u mashina chiqarib bergan naroda tursa. Obunachilarim ishonish kerak, gaziga bosish kerak. O ishonishmi aka, ayting o'zingiz. Ishonchli, ha. Rostmikan? Gap yo'q aka. Mana mashinamizga o'tdi, bosaverasiz gaziga. Obunachilarim so'nggi raqamlar sotilmoqda. Hozir 258 tami shunaqa bilet qoldi deyishdi bolalarimiz. Xudo xohlasa, Telegramdan 7996 364 000 ga yozinglar. Range Rover Gentra 3 ta Spark o'yiniga start berganmiz. Final bugun erta boshlayveramiz endi. O'zi jijja biletimiz qoldi. Aka, o'zingiz olib tashlaysiz shu biletni? 258 ta bilet qolibdi o'zi. Necha pul bo'ladi? 25 million bo'ladimi? 100 milliondan bo'lganda 25 million bo'ladi ekan. Ikkita mashina chiqsa, bitta Range chiqsa baxtingiz. Koefitsient ko'tarilib ketadi. Bilet oldingizmi o'zingiz? Ha. Gap yo'q. Obunachilarim sog' salomat bo'linglar. Xudo xohlasa shunday mashinalarni uyingizga yoki kelib olib ketishlik Alloh nasib qilgan bo'lsin. Sog' bo'linglar. Allohga omonatsiz obunachilarim.